Agar siz Moskva shahrida ishsiz, moliyaviy qiyinchilikka va yashash joysiz qolgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot siz uchun. Moskva shahrida muhojirlar uchun O'zbekiston Respublikasi migratsiya agentligi tomonidan yordam tashkil etildi. Moskva Odintsov okrugida tojikistonlik o'quvchi 10 yoshlik bola halok bo'ldi. Novosibirsk shahrida 28 yoshli kuryer keksa ayolni oyog'i bilan tepib jarohat yetkazdi. 2026-yil mehnat muhojirlari uchun jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Moskva viloyatidagi maktablardan birida sodir bo'lgan mudhish voqea nafaqat mahalliy, balki xalqaro jamoatchilikni e'tiborini ham tortdi. Yosh bola halok bo'lgan. Bu hodisa xavfsizlik, nafrat va jamiyatdagi keskinlik masalalarini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Rasmiy axborotlarga ko'ra, hodisa Moskvaning Odintsov hududida joylashgan maktablardan birida sodir bo'lgan. Halok bo'lgan bola Qobiljon Aliyev, 10 yoshlik Tojikiston Respublikasi fuqarosi ekanligi tasdiqlangan. Voqea vaqtida boshqa bolalar ham bo'lgan. Gumonlanuvchi shaxs qo'lga olindi. Hozirda ish bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Ayrim ommaviy axborot vositalarida hujumdan oldin bolalardan qaysi millatga mansubligi haqidagi savollar berilgani qayd etilgan. А кто вы по национальности вы? Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi sodir bo'lgan voqeani rasman qoraladi. Rossiya tomonidan tezkor, xolis va adolatli tergov o'tkazilishini talab qildi. Rossiya Federatsiyasining Tojikistondagi elchixonasiga rasmiy nota topshirilgani haqida xabar berildi. Ish diplomatik kanallar orqali nazoratga olinganligi ham ma'lum berilmoqda. Bu voqea nafaqat jamoatchilik, balki xalqaro darajada ham jiddiy kuzatilmoqda. Barcha xulosalar faqat tergov va sud qaroridan keyin chiqariladi. Marhum bolaning oilasiga va yaqinlariga chin dildan hamdardlik bildiramiz. Novosibirsk shahrida sodir bo'lgan bir hodisa ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Videolarda keksa ayolga nisbatan zo'ravonlik aks etgan lavhalar tarqadi va jamiyatda ushbu hodisa bo'yicha turli taxminlar paydo bo'lgan. Dastlab jamoatchilikda bu ish muhojir bilan bog'liq degan noto'g'ri fikr paydo bo'ldi. Keyinchalik huquqni muhofaza qiluvchi organlarning uning mahalliy fuqaro ekanligi tasdiqlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum qilgan shaxsning ismi Dmitriy Sokolov, 28 yoshli Rossiya fuqarosi, Novosibirsk viloyatida tug'ilgan. Hodisa jamoat joyida sodir bo'lgan. Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalgan. Xulosa, jinoyatni millat emas, shaxs hal qiladi. Qonun esa hujjatga emas, qilmishga qarab ishlaydi. Moskvadagi nufuzli universitetlardan birida 200 dan ortiq o'qiyotgan talabalar bilan bog'liq masala inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlari qanday ishlashni amalda ko'rsatdi. O'zbekistondan 31 nafar talaba, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan 200 dan ortiq talaba migratsiya qoidalari bilan bog'liq muammoga duch kelgan. Feruza Ishmatova, O'zbekiston parlamentining inson huquqlari bo'yicha vakili, Rossiyada deportatsiya qilinmaslik va jarimalardan qochishga yordam berdi. Ish o'rganib chiqib tekshirildi. Talabalarning Rossiya Federatsiyasida yashash, o'qish muddatlari uzaytirildi. Jarima va ma'muriy jazo qo'llanmadi. Muammo shunda ediki, talabalarning migratsiya muddatini uzaytirishda o'qish tomonidan loqaydlik va texnik kamchilik yuzaga kelgan. Bu esa jarima yoki deportatsiyaga yuborish xavfini keltirib chiqargan. 2026-yildan Rossiya Federatsiyasida ayrim sohalarda xorijiy ish o'rinlari keskin kamaytiriladi. Ayrim joylarda esa to'liq taqiqlanadi. Jumladan, qurilish sohasi, sabzavot yetishtirish, yog'och xomashyosi, ulgurji savdo yo'nalishlarida foizlar kamayadi. To'liq taqiq qo'yiladigan ishlar: alkogol, chakana savdosi, tamaki mahsulotlari savdosi, bozor va ko'chma savdo va dorixonalar. Istisno: Moskvada alkogol va tamaki savdosida xorijiy ishchilar 15% gacha ruxsati bor. Muhim yangiliklardan biri: agar siz Moskva shahrida ishsiz, moliyaviy qiyinchilikka va yashash joysiz qolgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumot siz uchun. O'zbekiston Respublikasi Mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy ravishda Rossiyadagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga yordam ko'rsatilmoqda. Moskva va Moskva viloyatida 30 kungacha bepul yotoqxona taqdim etiladi. Aynan kimlar uchun ushbu yordam ko'rsatiladi? Moliyaviy qiyinchilikka uchragan, boshpanasiz qolgan, ishsiz va vaqtinchalik daromadsiz qolgan mehnat muhojirlari uchun mo'ljallangan. Migratsiya agentligi 15 ga yaqin mehmonxonalar bilan shartnoma tuzgan. Yordam mutlaqo bepul, vositachilarsiz va faqat rasmiy tashkilotlar orqali amalga oshiriladi. O'ylaymanki, ushbu yangiliklar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa yoki yangiliklaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.